Va nihoyat men keramidni topdim. Lekin men topgan keramid metro realdan boshqa hamma zonalarda ko'rinar ekan. Qanaqasiga desangiz, bu yaqinda qo'shilgan keramid kartasi ekan. Bu karta yordamida metro realdan boshqa hamma zonalarda keramidni ko'tarib yurishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda keramidni noldan topamiz challengening ikkinchi kuniga ham yetib keldik. Bugungi videoda sizlarga keramidni chiqish foizi juda ko'p bo'lgan bitta lokatsiyani aytib o'taman. Sizlarga aytadigan lokatsiyam bu zombi zonadagi asosiy katta boss hisoblanadi. Sizlarga avval aytgan ikkita usuldan ko'ra mana shu usulda keramid chiqish foizi juda baland ekan. Ishonmasangiz sinab ko'ring va keramidni topganingizdan keyin kommentariyaga yozib ketishni unutmang. Agar vaqtni o'tkazmasdan keramidni o'ynashni xohlasangiz, buni sotib olishni maslahat beraman. Metro Realda hozirda O'zbekistonda birinchi o'rinda turgan EMX 202 klani tomonidan Metro Shop ochilgan. Shu Metro Shopning lichkasini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Agar adminga yozgandan keyin Riodan kelganmiz desangiz, sizga tezroq va sifatliroq xizmat ko'rsatishadi.